Butun dunyoga mashhur bo'lgan Mr. Bean sifatida tanilgan Rowan Atkinson. Millionlab odamlar kulgili sariq mini avtomobil bilan tasavvur qiladi. Lekin kamera ortida Rowan Atkinsonning garajida butunlay boshqa dunyo boshlanadi. Bu yerda oddiy mashinalar yo'q. Bu yerda tarixiy avtomobillar bor. Poyga uchun yaratilgan mashinalar bor va hatto qiymati millionlab dollarga baholangan avtomobillar ham bor. Eng qizig'i esa Rowan Atkinson shunchaki boy odam bo'lgani uchun mashina yig'maydi. U avtomobillarni haydashi, ularning texnikasi va muhandisligini chin dildan yaxshi ko'radi. Shuning uchun uning kolleksiyasidagi har bir avtomobilning o'z hikoyasi bor. Bugun esa shu garajga nazariy jihatdan kirib, Rowan Atkinsonning eng qiziqarli avtomobillarini arzonidan eng afsonaviylarigacha ko'rib chiqamiz. 10-o'rin. 1964-yilgi Ford Falcon Sprintdan bugungi zamonaviy superkarlar fonida bu avtomobil unchalik hayratlanarli ko'rinmasligi mumkin. Ammo Rowan uchun eng qiymatli faqat narxida emas. Bu mashina poyga ruhi o'zida mujassam etgan klassik Amerika avtomobillaridan biri. Atkinson uni poyga tadbirlarda ham ishlatgan. Hatto musobaqada ushbu avtomobil bilan jiddiy to'qnashuvga ham uchragan. Yaxshi tomoni, avtomobil katta zarar ko'rmagan. Keyinchalik bu Ford sotilgan. Uning sotuv narxi taxminan $77,000 atrofida bo'lgan. Lekin bu mashina Rowan kolleksiyasidagi eng qimmat avtomobil emas. Asl hikoya endi boshlanadi. 9-o'rin. Keyingi avtomobil esa tashqi ko'rinishidan oddiy Mercedesga o'xshashi mumkin. Ammo uning ichida 1993-yilgi bu 124 oilasining oddiy versiyasi. U yuqori unumdorlik uchun ishlab chiqilgan maxsus model edi. Mercedes uni Porsche bilan hamkorlikda ishlab chiqargan. Shuning uchun bu avtomobil o'z davri uchun juda qiziqarli kombinatsiyasi taklif qilgan. Komfort, hashamat va sport xarakteri. Rowan Atkinson ushbu avtomobilni keyinchalik kolleksiyasidan chiqargan. Lekin uning garajdagi keyingi mashina bundan ham boshqacha. 8-o'rin. Endi klassik sedanlardan superkarlar olamiga o'tamiz. 2014-yilgi Mercedes-Benz SLS AMG GT. Bu avtomobilning eng taniqli xususiyatlaridan biri. Uning tepaga ochiladigan eshiklari, lekin faqat tashqi ko'rinish uchun yaratilmagan. U katta hajmli dvigatelga ega bo'lgan haqiqiy sport avtomobili va uning dizayni Mercedes tarixidagi eng esda qolarli superkarlardan biriga aylangan. Rowan kabi avtomobil ishqibozi uchun bunday mashinaning kolleksiyasida bo'lishi tabiiy. Ammo keyingi avtomobil yanada qiziq, chunki u Ferrari yoki Porsche emas, u Honda. 7-o'rin. Honda NSX 2002-yilgi Honks. Bu nom avtomobil tarixida alohida o'rin tutadi. Chunki NSX superkar yaratishga qodir ekanini butun dunyoga ko'rsatgan avtomobillardan biri bo'lgan. Uning falsafasi oddiy edi: tezlik, aniqlik va haydash zavqi. Shuning uchun bu avtomobilning ko'pincha o'z davrining yapon Ferrarisi deb atashgan. Rowan Atkinson ham ushbu avtomobilni bir necha bor haydab ko'rgan. Ammo keyingi mashina uning avtomobiliga bo'lgan shaxsiy munosabatini yanada yaxshiroq ko'rsatadi. 6-o'rin. 1977-yilgi Aston Martin V8 Vantage. Bu avtomobil Rowan uchun oddiy kolleksiya buyumi emas. Uning avtomobilga bo'lgan kuchli qiziqishiga Aston Martin alohida o'rin egallaydi. Rowan bu avtomobilni juda erta davrda sotib olgan. Ya'ni u hali bugungidek mashhur va boy bo'lmagan paytlarida ham avtomobillarga jiddiy qiziqqan. Demak, bu shunchaki boylik bilan paydo bo'lgan hobbi emas. Bu yillar davomida shakllangan hobbi. 5-o'rin. Endi tezlikdan hashamatga o'tamiz. 2014-yilgi Bentley Mulsanne Birkin Edition. Bu oddiy Bentley emas. Birkin Edition juda cheklangan miqdorda ishlab chiqarilgan. Manbalarda atigi 22 dona yaratilgani qayd etiladi. Bu esa avtomobilni kolleksionerlar uchun yanada qiziqarli qiladi. Bu avtomobilning asosiy maqsadi rekord tezlik emas, bu maksimal komfort. Lekin Rowan kolleksiyasidagi bundan ham hashamatliroq avtomobillar bor. Bu avtomobil shunchaki transport vositasi emas. U dizayn, materiallar va muhandislikning namoyishi. Katta kuzov, hashamatli salon va kuchli dvigatel. Rowan Atkinson kolleksiyasidagi bunday avtomobil bo'lishi uning faqat tezlikni emas, avtomobil madaniyatining turli tomonlarini ham qadrlashini ko'rsatadi. Ammo hozir biz klassik avtomobillar olamiga qaytamiz va keyingi mashina deyarli bir asrlik tarixga ega. 3-o'rin. BMW 328 Roadster 1939-yilgi. Bir qarashda u zamonaviy superkarlarga umuman o'xshamaydi. Lekin ana shuning uchun u qimmatli. BMW o'z davrining eng muvaffaqiyatli sport avtomobillaridan biri hisoblanadi. Uning dizayni, yengil konstruksiyasi va poygadagi muvaffaqiyatlari uni avtomobil tarixining muhim qismiga aylantirgan. Tasavvur qiling, siz deyarli bir asrlik tarixga ega avtomobil rulida o'tiribsiz. Bu mashina tezlikdan ko'ra tarixni his qilish imkonini beradi. Ammo 2-o'rinda avtomobil bundan ham noodatiy. 2-o'rin. 1986-yilgi Aston Martin V8 Zagato. Bu avtomobilning dizaynini ko'rganingizda uning oddiy Aston Martin emasligi darhol tushunasiz. Keskin chiziqlar,
g'ayrioddiyligi va juda kam uchraydigan kuzov. Rowan Atkinson bu avtomobilni nafaqat kolleksiya uchun saqlagan, Rowan undan poyga avtomobil sifatida ham foydalangan. Mashina Aston Martin Works tomonidan maxsus modifikatsiya qilingan. Buning uchun $100 ming sarflagan. Ammo keyinchalik Rowan avtomobilni sotgan va bu yerda qiziq paradoks paydo bo'ladi. Ba'zan eng qimmatga tushgan loyiha eng katta foydani bermasligi mumkin. Ammo endi birinchi o'ringa keldik va bu mashinani ko'pchilik Rowan Atkinson nomi bilan birga eslaydi. Birinchi o'rin. 1997-yilgi McLaren F1. Bu oddiy superkar emas. Bu avtomobil tarixdagi eng mashhur muhandislik loyihalaridan biri va nihoyatda yuqori maksimal tezlik. Ammo eng qiziq jihati, Rowan Atkinson bu avtomobilni shunchaki garajda saqlab qo'ymagan, juda ko'p haydagan. Manbalarga ko'ra, Atkinson o'z McLaren F1 avtomobilida 40 ming mildan ortiq masofa bosgan. Lekin bu hikoyaning qorong'u tomoni ham bor. Avtomobil 2 marta avariyaga uchragan. 2001-yilda mashinaning ta'miri uchun taxminan $1,400,000 sarflangani haqida xabarlar bor. Ammo avtomobil qayta tiklangan va keyinchalik Atkinson uni sotgan. Eng hayratlanarlisi esa, u avtomobilni sotishdan oldin unga yillar davomida egalik qilgan va bu bizga Rowan Atkinson haqida juda muhim narsani ko'rsatadi. U uchun avtomobil shunchaki boylik belgisi emas. Bu muhandislik, tarix, tezlik va haydash zavqi. Rowan Atkinsonni dunyo Mr. Bean sifatida taniydi. Ammo uning garajiga qarasangiz, boshqa Rowan Atkinsonni ko'rasiz. Klassik avtomobillarni qadrlaydigan, boyga ruhini yaxshi ko'radigan va avtomobil muhandisligiga jiddiy qiziqadigan insonlar. Shuning uchun uning kolleksiyasidagi eng qimmat mashina ham eng qiziq mashina bo'lishi shart emas. Chunki haqiqiy kolleksioner uchun avtomobilning qiymati farq narx bilan o'lchanmaydi. Ba'zan uning tarixi muhimroq, ba'zan muhandisligi, ba'zan esa u bilan bog'liq xotiralar va ehtimol Rowan Atkinsonning kolleksiyasini qiziqarli qiladigan eng katta sabab ham aynan shu. U mashinalarni shunchaki sotib olmagan. U ularning hayotining bir qismiga aylantirgan. Agar sizga Rowan Atkinson garaji haqida videongiz yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ulashing. Keyingi haqiqatlarda ko'rishguncha.